Alohida xona tayyorlab qo'yinglar. Kim uchun? Nazokat opaganmi? Afzalni xotiniga. Eriz bilan ajrashdim. Aybini bo'yniga qo'ydim. Qizlarini olib ketdilarmi? O'zim jahl ustida javobini berib bordim. Kechirasiz, Sodiq Turg'unovich xonasidami? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sodiq Turg'unovich ishga olib kelishimni aytgandilar. Marhamat, o'ting bu yoqqa. Afzal xotinini Sodiq Turg'unovichni yoniga ishga kirganini bilsa, qay ahvolga tusharkan? Bugundan boshlab ofisda ish boshlarkansiz. Har bir masalani men bilan muhokama qilishingizga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi qism voqealari juda ham qiziqarli va kutilmagan burilishlarga boy bo'ldi. Bu safar voqealar markazida yana Afzal va Dildora turibdi. Afzal jahl ustida xotiniga taloq berib, endi qilgan ishidan afsuslanmoqda. U o'zi ham nima sababdan bunaqa qaror qilganini tushunmay qolgan. Lekin endi juda kech bo'lishi mumkin. Eng katta shok esa Dildoraning Sodiq Turg'unovich ofisiga ishga kirgani bo'ldi. Ha, aynan Afzalning eng katta dushmani bo'lgan odamning ofisiga. Bu xabarni eshitgan Afzal butunlay sinib tushdi. U bunday zarbani umuman kutmagandi. Sodiq Turg'unovich esa bu ishni ataylab qilayotgandek ko'rinmoqda. Chunki u Dildoraga alohida xona tayyorlatdi va uni PR bo'limiga joylashtirdi. Bu bilan u nafaqat Dildorani yoniga oldi, balki Afzalning asabiga ham tegishni boshladi. Dildora esa ancha o'zgargan. Oldingi uyda o'tiradigan sodda ayol endi ancha dadil ko'rinmoqda. U hatto maosh haqida ham aniq gapirib, o'z haqqini talab qildi. Bu esa Sodiq Turg'unovichni ham hayratda qoldirdi. Boshqa tomondan Nazokat ham juda qiziq reja tuzmoqda. U eri bilan munosabatlarni buzib, hamma narsani strategiya bilan qilayotganini aytdi. U hatto o'yin endi boshlandi deb ham ogohlantirdi. Ko'rinib turibdiki, Nazokat hali katta o'yinlarga tayyorlanyapti. Afzal esa tobora bosim ostida qolmoqda. Bir tomondan biznes muammolari, boshqa tomondan oilasining buzilishi uni ruhiy jihatdan sindirmoqda. Hatto G'aybullo aka ham unga oilasini saqlab qolish uchun fatvo markaziga borishni maslahat berdi. Lekin Afzalning g'ururi bunga yo'l qo'ymayapti. U hali ham birinchi zarbada taslim bo'ladigan odam emasligini aytdi. Bu orada oilaviy sahnalarda ham iliq holatlar bo'ldi. Oyijon va kelin orasidagi mehrli suhbatlar tomoshabinlarga yoqimli kayfiyat berdi. Ayniqsa, ovqat sahnalari juda samimiy chiqdi. Lekin serial oxiridagi eng qiziq nuqta Sodiq Turg'unovichning Dildoraga bo'lgan qiziqishi kuchayib borayotgandek. U Dildorani yangi loyiha yuzi qilishni ham taklif qildi. Bu esa keyingi qismlarda katta mojarolarga sabab bo'lishi mumkin. Savol tug'iladi. Dildora haqiqatdan ham yangi hayot boshlamoqdami? Yoki bu hammasi Afzalga qarshi qasosmi? Afzal xatosini tuzatib, oilasini qaytara oladimi? Va eng muhimi, Sodiq Turg'unovichning asl niyati nima? Sizningcha keyingi qismda nima bo'ladi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Keyingi revyularda ko'rishguncha, xayr.